4 oy davomida juda qattiq qiynaldim. Ortiq bo'ldi. Degandan ta'sirimdan 24 kun ichida men 31 kiloga aralab ketdim. Shu dorining yordamida 3 oy yarim oy ichdim men. Oyoqqa turdim. Ish ishga yaxshi. Do'lashku. Yercha bo'pman, araba bo'pman. Judayam zo'r natija. Onkologik kasal deyapsiz shunda. Oshqozonda onkologik kasallik bo'yicha natija olganlar sizni kim mahsulot bo'yicha tanishtirdi bu? Mani mahsulot bo'yicha shu Shokajonning tanishtirdi. O'zi kelib xabar oldi, qanday ichish, nima qilish kerakligini tushuntirdi. Mahsulotni nechtadan ichdingiz, tog'a? Avvaliga bittadan ichdim. Tildagiga o'talab ochqoriga tildagiga o'talab o'rtog'iga yengib ketguncha. Keyin ovqatdan keyin 2 dona ikkinchi qaram ichdim. Keyin tildagiga 2 tadan tashlangan bo'ldi. Tuzilganlar, reja tuzilganlar. Shu bo'yicha foydalanib, 4 oydan beri ichdingiz. Qo'shimcha mahsulotdan ichdingizmi hozircha? Faqat shu 60 mineralni ichgansiz. Keyingi mana shu 4 oy ichida vrachlar bilan yana bir uchrashib ko'rdingizmi, holatingizni eshitdingizmi? yo'q, holatim yaxshilik uchun. Yaxshilik uchun borganingiz yo'q. Qarsak chop qo'yamiz. Bu judayam mo'jizaviy holat. Faqat onkologik kasallikni nimaligini hamma judayam zo'r bilamiz. Rahmat, Xoshlova.